Boydan Instagramda video tomosha qilib o'tirsam, oldimdan bitta video chiqdi. O'zbek qizi. Endi o'zbek qizi ham deb bo'lmadi bunaqalari. Ochiq sochiq kiyingan, avratlari ochiq. Shayton raqsini amalga oshiryapti. Kommentga kirsam, o'g'illar, asalim, jonim, shirinim ketgan karochi, Diyonaxonam. Nega qarasam, qizlar ham bor ichida. Qizlar yozgan gapiga qaraydi. Apajon, men sizni shunday hurmat qilaman. Sizga o'xshamog'im keladi. Meni shogirdlikka oling. Qizlar profiliga kirsangiz, 14-15 yoshar qiz. Ahmoq qizlar. Ura mingtabacha komment yozsa ham hech kim ularga uylanish niyatida komment yo SMS yo maqtab bironma yozmaydi. Miyalangizga qo'yib olinglar. Faqat bir ish uchun, bir kecha uchun yozadilar. Ishlarini bajarish uchun, tamom. Sizlar ularga qarab ketmanglar. Men sizlarga ular bu ishni aytaman. Ular mingtasi bilan gaplashadi. Hech kim olmadi, hech kim olmagandan keyin hech nima bo'lmagandek hijobchaga o'ranadilar. Instagram profiliga o'tmishimga qiziqma deb yozib qo'yadi. Bironta loq kelib, o'shani oladi keyin. Shunaqa hayot xohlayapsizlarmi sizlar? Shu sizlarga kerakmi?